Bir banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, o'sha ko'z zinosini tark qildi. O'sha telefonda har xil saytlarga kirishni tark qildi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh u uchun, mana shu banda uchun dunyo va oxiratda undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. Alloh azza va jalla bandasini qilgan amallarni zoya qilmaydi. Alloh taolo sinashlik uchun bandaning ustiga turli bir imtihonlar yuborib turadi. Bir banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, o'sha ko'z zinosini tark qildi. O'sha telefonda har xil saytlarga kirishni tark qildi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh u uchun, mana shu banda uchun dunyo va oxiratda undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. Alloh azza va jalla bandasini qilgan